Endilikda siz Banana TV platformasi orqali eng sevimli do'xva yoki animelaringizni sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Play Market va App Store orqali yuklab oling. Jojo animesi. Jojoning g'aroyib sarguzashtlari dunyo tan olgan anime sifatida qayd etilgan. Har bir animeda Jojo referenslarini uchratasiz. Bu san'at asari Hirashiko Araki tomonidan chizilgan manga hisoblanadi. Hirashiko Araki o'zining ishlarini 1978-yilda boshlagan, lekin dastlabki mangalari ishlari tanlovdan o'tolmaydi. Bundan to'xtab qolmasdan o'z ijod mahsulotlarini davom ettirgan. 1980-yilda o'zining birinchi rasmiy mangasini chiqaradi. Parker Under Arms nomli mangasini Weekly Shonen Jump tanlovida mukofot oladi va Arakining professional mangaka sifatida faoliyati shu bilan boshlanadi. 1981-yildan 1986-yillar oralig'ida Boaq va Cool Shock BT kabi qisqa seriallarni yaratadi. 1987-yilda esa Araki o'zining eng buyuk, eng mashhur bo'lgan asarini Jojoning g'aroyib sarguzashtlari mangasini chiqaradi. Va hozirgi kunga kelib bu anime dunyo tan olgan anime. Ko'pchilik animelarda referens bo'lgan va nafaqat anime, balki multfilmlarda ham ancha referenslarga uchragan. Yaponiyaning kulturasiga aylanishiga ham ulgurgan. 1960-yilda Hirashiko Araki Jojoning g'aroyib sarguzashtlari anime va mangasining stiliga ko'p e'tibor bergan. E'tibor bermay qaragan bo'lsangiz ham, uning chizilish stili anchagina yaxshi qilingan. Menimcha, aynan shu sabab bu darajada auditoriyaga yig'a olgan. O'ziga xos pozalar, har bir gaplarda o'zining atmosferali ko'rinishi va yana pozalar. Va albatta, cosplayerlar ham juda ham ko'p. Jojoning ko'pchilik fanatlari animening brutal stilda ishlangani va o'ziga xos bo'lgan jang stili o'ziga juda ham tortadi. Masalan, boshqa ko'pchilik animelarda chakra la'natlangan energiyasiz o'zining stendlarini yaratgan. Ularning qiziqarli bo'lgan qobiliyatlari xarakteristikalari hisoblanadi. Boshqa animelarga o'xshamagani, harakat sahnalari teatr sahnasidek ifodali va og'ir. Dramatik hollar juda ham ko'p. Qahramonlar katta mushakli, jiddiy yuzli, qattiq chiziqlar bilan chizilgan. Arakining o'sha davrdagi chizish uslubi amerikalik komikslardan ilhomlanganga o'xshaydi. Araki Gucci va Lavur muzeyi bilan hamkorlikda rasmlar yaratgan. Rohan Atslorvi nomli manga asari Parijda namoyish etilgan. Uning chizish uslubi neoklassik pop art deb ataladi. Ya'ni klassik shakllarni zamonaviy pop uslublar bilan birlashtiriladi. Murakkab, ammo chiroyli chizilgan. Moda, dizayn, har bir qahramonning kiyimi o'ziga xos. Hatto qisqa sahnada ham o'zgacha ko'rinadi. Har bir sahifa go'yo rassom ishlov bergan rasmga o'xshaydi. Chizish stili juda ham qiziqarli, lekin ayrim joylarda bo'rttirish bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi esa syujet doirasi haqida. Syujet doirasi bu yerda juda ham yomon emas, aksincha ancha yaxshi ishlangan. Ayniqsa 6-mavsumdan boshlab juda ham qiziqarli bo'lib boshlagan. Araki har mavsumda har xil qilishni boshlagan, lekin bu ancha qiziqroq ham qilingan. 4-mavsum ko'pincha asosiy syujet doirasiga ta'sir qilmagan. 5-mavsum ham shu asosida asosiy syujet liniyasiga tegilmagan. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 6-mavsumlar asosiy timeline-ga ulanib ketgan va barchasini qisqa va lo'nda qilib aytib ketaman. Birinchi qism Phantom Blood. O'rtacha 1880-yillar. Bosh qahramonimiz Jonathan Joestar. Asosiy yovuz, ya'ni asosiy antagonist Deo Brando. Joestar oilasiga kirib keladi va vampir toshini Stone Maskni topib yovuz vampirga aylanadi. Jonathan Joestar birinchi Jojo Deo bilan kurashadi. Ikkinchi qism Battle Tendency. O'rtacha 1938-yillar. Bosh qahramonimiz Joseph Joestar Jonathanning nabirasi hisoblanadi. Bu yerda asosiy antagonist Pillarmenlar. Joseph Joestar qadimgi vampirlarga o'xshash mavjudotlarga qarshi kurashadi. Ular tosh niqobning asl yaratuvchilari bo'lishadi. Joseph Joestar hamon kuchidan foydalanadi va o'z aql zakovati bilan dushmanlarni yengadi. 3-qism Stardust Crusaders. 1989-yillar. Bosh qahramonimiz Jotaro Kujo, Josephning nabirasi. Asosiy antagonist yana o'sha Brandolar oilasidan. Jotaro va jamoasi Misrga qarab safar qilib, Brandolar tarixiga nuqta qo'yishga harakat qilishadi.
4-mavsum boshqa timelinega aylanib ketadi. 4-mavsum bosh qahramonimiz Higashikata Josuke, bosh antagonistimiz esa Kira Yoshikage, maniakni, ya'ni Kira Yoshikageni o'ldirish uchun harakat qiladi. 5-mavsum Golden Wild 2001-yillar Italiya, bosh qahramonimiz Giorno Giovanni, Brendolarning davomiychisi, bosh antagonist Diablo. Giorno Italiya mafiyasiga kirib, uni adolatli yo'lga burmoqchi bo'ladi. U Diablo nomli ikki shaxsli yovuzga qarshi kurashadi. 6-mavsum Stone Ocean 2011-yil AQSh, bosh qahramonimiz Jolene Cujo, bosh antagonistimiz esa Enrico Pucci. Jolene qamoqqa tushgan bo'ladi, otasini qutqarish uchun kurashadi. Pucci esa mukammal dunyo yaratish uchun Brendolar orzularini davom ettiradi. Ikkinchi o'rindagi personajlar juda ham qiziqarli qilingan. Ko'pincha bosh qahramonimizning eng yaxshi do'stlari Joe Brolar, ya'ni Jojo Brolar. Barchasida Joe Brolar bor edi. Eng yaqini va oxirigacha borgan Joe Bro bu albatta Speedwagon. Birinchi mavsumdan boshlab eng oxirigacha 6-mavsumgacha barcha bosh qahramonimizga yordam bergan. Birinchi mavsumdagi Joe Bro Speedwagon, ikkinchisida Speedwagon, 3-mavsumda ham Speedwagon, 4-mavsumda esa Akuyasu. 5-mavsumda esa o'tkazib yuboramiz. 6-mavsumda esa Hermes va Full Fighters edi. Lekin baribir bu yerda ham Speedwagon aralashgan. Endi esa hit qilingan taraflari. Albatta, ko'pchilik animelarda hit qilingan taraflari bo'ladi va buni hit qilmaslikning ham iloji yo'q. Hamma odamning didi har xil. Shu sabab har kimga bu har xil ta'sir qiladi. Va men ham ko'pincha 5-mavsumni hit qilaman. 5-mavsumning kiyimlarga ko'proq hit qilaman, chunki Araki o'zining K-pop up stili bilan juda ham oshirib yuborgandek. Ha, fashion va personajlar qiziqarli va chiroyli qilinish kerak, lekin uni qiz bolaga juda ham yaqin emas albatta. Avvalgi Stardust Crusaders qismlari giper muskulizatsiya stilda ishlangan edi, lekin 5-mavsumda esa buning teskarisi. Ko'pincha shuning uchun o'zim ham ko'proq hit qilaman. To'xtang, stend nima edi o'zi? Stendlar haqida ham gapirib o'taman. Ya'ni jangovar mexanikalar. Avval aytganimdek, Araki o'zining Neon chakraga o'xshash energiya tanlamagan. O'zining yangi mexanikasini yaratgan va bu stendlar. Stend bu odamning ruhiy kuchining fizik tanaga aylanishi hisoblanadi. Ruhiy kuchingiz qanchalik kuchli bo'lsa, stendingiz ham shu darajada kuchli bo'ladi. Stendlar ham har xil. Yaqin radiusdan va katta radiusdan jang qila oladigan stendlar mavjud. Bitta odamda faqatgina bittagina stend bo'la oladi. Ayrim stendlar o'zining egasisiz ham ishlaydi. Bular avtomatik stendlar hisoblanadi. Keyingisi ongli stendlar mavjud. Ular gapira oladi, odamlarga o'xshab fikrlay oladi. Ayrimlari esa gapirmaydi va fikrlamaydi. Nima sabab buni bilmayman. Stendlarga qanday ega bo'lsa bo'ladi. Meteoritdan olingan noma'lum minerallardan yasalgan kamonning o'qini o'zingizning tanangizga tiqishingiz kerak. 50-50 yoki o'lasiz. Agarda ruhiy kuchingiz stend ishlatishga loyiq deb topilsa, siz stend egasi bo'lasiz. O'lasiz agarda loyiq bo'lmasangiz. Loyiq bo'lsangiz esa tirik qolasiz va stend ishlatuvchisiga aylanasiz. Faqatgina o'q bilan o'zingizni teshib yoki o'lasiz yoki tirik qolasiz emas. Stendlar nasldan naslga ham o'ta oladi. Yaqqol misol Jolene Cujo. Stendni olganingizdan so'ng siz Jotaro yoki Josuke'ga o'xshab stendni ishlata olaman desangiz, shoshilmang. Stend o'zingizga ham zarar berishi mumkin. Masalan, Chip Trickga o'xshab. Chip Trick o'zining egasi aniq emas, lekin egasini almashtirib turishi mumkin. Ongli stend bo'lib, egasining orqasiga yopishib oladi va stend yopishib olgan odamga har xil gaplar bilan psixologik davleniya sola boshlaydi. Agar Chip Trick yopishgan odam kimgadir o'z orqasini ko'rsatsa, Chip Trick orqasini ko'rsatgan odamga o'tib ketadi va oldingi ishlatuvchisini o'ldiradi. Ha, demak siz stend olsangiz ham 100% yaxshi bo'ladi emas ekan. O'rta miqdorda juda ham past foiz bor. Siz yaxshi va juda ham qulay stend olishingizga. Stendlar ham har tur bo'ladi. Ayniqsa bosh qahramonlarniki, ya'ni kimlarnikidir davolaydi, kimlarnikidir vaqtni to'xtatadi. Ayrimlarniki hattoki foydasizdek. Ammo baribir stendli bo'lish zo'r. Ozmoz o'zimning fikrim. Birinchidan Jojo qiziqarli va g'aroyib anime. O'zim boshqalarga buni ko'rishni maslahat berasizmi deysa, endi bilmadim degan javobni beraman. Chunki ular bu animega yaqinlashmaslik uchun albatta qandaydir bahona topishadi. Agarda ko'rishmoqchi bo'lsa ham, unga ham bitta bahona yetadi. Jojoni faqatgina anime sifatida ko'radiganlar boshqa, unga muxlislik qiladiganlar boshqa va uni ayrim bir dunyo deb hisoblaydiganlar boshqa. Men shunchaki bu anime haqida oz-moz ma'lumotlarni aytib o'tdim.
Buni ko'rish yokida ko'rmaslik o'zingizning ixtiyoringizda. Shunchaki majburlashni istamayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Bugungi shu bilan tugadi. Mening ham videolarim rekka chiqib qoladi.